Okalar Lacetti Gentra haydaydiganlarga bu rushnoylar istasizlar oddiy bo'ladi. Drift qila olmaydi-yu. O'shalarga ashizonlar qilchiq. Ha, ularni plasmas turadi. Shunda ichidan toshili chiqadi. Chiqqandan keyin hovantda ligirovka qiladigan joyi bor. Shu 12 pul tushadi mashtiga. Mashti ligirovka qilasizlar. Agar ligirovkada ham zo'r bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar davomini ko'rasizlar. Buni rezinkasi bo'ladi. Shu rezinkasini olasizlar. Iloji bo'lsa, havo bo'lsa, ashi zo'r bo'ladi. Ichida changi bo'ladi, mana ko'rasizlar qanaqa changi. Havoni tozalaganingdan keyin mana bitta hamda atvirka olasizlar. Mana ishda shunday yurib ketadigan joyi bor. Shunday qilib bu yoqqa itarasizlar. Mana qattiq bo'lib siqilguncha itarasizlar. Siqilgandan keyin o'sha keyin bitta orqaga qaytarib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shuni qilib bo'lgandan keyin bunaqa sal qattiqroq bo'ladi. Birinchi salonnikini bo'shatib olish esingizdan chiqmasin. Salonni bo'shatib olish kerak. Bo'shatib olgandan keyin bu yo'q mana shu qattiqroq qilgandan keyin mana shu rezinkasidan bo'ladi. Mana shu rezinka bo'ladi. Temirga o'xshab turadi, lekin rezinka bo'ladi. Mana joyiga qo'ysa, keyin salonni ligirovka qilsanglar bemalol drift qilaverasizlar. Drift qiladiganchilik jo'natib qo'yasizlar. Arzon avtoservis doim xizmatingizda.